Assalomu alaykum, qonunlarimiz hurmatli obunachilar. Bugungi roligimizda Urganch shahrida Uzgazol zapravka arka tarafida 2 qavatli 100 kvadrat metr bo'lgan hovli joyimiz bilan tanishib o'tamiz. Yelgandan davomimiz 3.8 razmerda tushgan. Bedaynang rakonlar, kotellar qo'yilgan, suv anotollar ayaklar 100% pol patologdan natija bo'lgan. Tarafimizda oshxona qismi joylashgan. Bu ham pol qilingan, bu ham o'rtacha kattalikda harflardan qilingan. Suv kanalizatsiya to'shgan. Tarafimiz sanuzerimiz bo'lmay tayyor debdi. Hurmatli obunachilar, bu tarafimiz esa bog' qismi bo'ladi. Bog'imiz shu devor bo'yicha общий 100 kvadrat metrda joylashgan. Bizda ikkinchi etaj bilan tanishib o'tamiz endi. İkinci etajdan chiqib qoldik. Chapda spalnamiz 3x3 razmerda, devorlar bo'y qo'yilgan, eshiklar MDF eshiklar. Yerimiz esa zal qismi bo'ladi. 3x6 razmer yo 6.5 chiqadi o'zingiz. Ko'p bo'ladi. Devorlar bo'y 100 kvadrat metr Uzgazol zapravka arka tarafida. Narxini ekranda yozib qoldim. Devor kelib ustida so'z boshlanadi. Hammasi sog' tomonda turamiz. Keyingi roliklarimizni ko'rishguncha xayrlab qolamiz.